Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hamma sog' salomatmi? Bugun bir o'zim qo'l bola qilib o'zimizga baliq pishirib beray dedim. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana baliqlarimizni tozalab tayyor qilib oldik. Endi buni astagina to'g'rashni boshlaymiz. Endi sharoitimizga xafa bo'lmaysizlar, yangi uchastkaga ko'chib chiqqanmiz. Sharoitimiz juda unday zo'r emas. Sazalar. Internet to'g'richa tuz olamiz. Tuzlarni jarayonida faqat tuz ishlatamiz. Boshqa hech qanaqa ishlatmaymiz. Oddiy tuz bilan marinad qilamiz. O'zim kecha bozordan oldim buni. Baliq katta qo'rg'onga 40 ming so'mdan tortib 65 minggacha. Kilosi 60 ming oldim. Sazanchiqlarimiz 5 dona. Bilsanglar juda ham shirin baliq. Uydagilar o'ta ko'p yeyishga qiynaladi. O'shalar uchun o'zim yarasha 5 dona oldim. Endi faqat tuzlab bir marinad qilib olamiz. Qarang ham chiqib qolish uchun videomizdan salgina xira chiqishi mumkin. Shuning ularga kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Endi bir yaxshilab ichariga o'tkazib yaxshilab pishiramiz. Yaxshilab qo'limizni aralash qilamiz. Bir yaxshilab ichariga o'tkazib yaxshilab pishiramiz. Yaxshilab qo'limizni aralash qilamiz. Tuzlab oldik. Qulog'imizdan yoqamiz. Qozonimizdagini. Bu ancha qarang tushib qoldi. Biz endi oldingi safar baliqni qovurilgan yog'imizni sog'olamiz. Ustidan keyin oddiy o'zimizda semichka yog'i. Yog'imiz ham tayyor bo'lib qoldi. Mana do'stlar, balig'imiz ham tayyor bo'lib pishirib oldik, qizilgina qilib, turlarang qilib. Keyin yana bitta sizlarga ma'lumot, agar baliq qozonga yopishadigan bo'lsa, qovurganlaringizda bilinglarki, yog'lar hali yaxshi qizimagan. Yaxshi qizdirib tashlasangiz baliq qozonga yopishmaydi. Bu balig'imiz bizdan katta qo'rg'on o'zimizning местный karas bilan vodorazili baliqdan olganman kecha. Bu sazanni o'zimning pochchomdan olganman. Baliqlar juda shirin, mazali, ta'miga o'zim yeb ko'rganman, bahosi